Assalomu alaykum barchaga. Onyx mashinasida uchrayib turgan keyingi muammolardan bittasi, ya'ni ko'pchilik duch kelyapti turgan muammolardan biri bu mashinani o'tamay qolishligi. Ya'ni siz aynan hozir mexanika emas, avtomat korobka haqida gapiryapman. Ya'ni bularda bilasizlar, start stop Onyxda bosasiz, mashina o'taydi, to'g'rimi? Endi ba'zi holatlarda, asosan qishda bo'ldi, keyin yana yaqinda bo'ldi, o'zimda bosyapman, misol uchun mashina o'chgani, bosyapman, xuddiki mana bunaqa. Mashina datchiklari ko'tarilyapti, xuddi shunday. Lekin mashina o'tamayapti. Xo'p, nimaga degan savol bor. Mashina o'tamayapti. Shunda yangi mashina nimaga o'tamayapti? Nima qilish kerak? Kompyutercha ko'rsatamanmi, ustaga ko'rsatamanmi deb o'ylab qolishi mumkin odam. Lekin endi ustaga boraman deganingizda yo boshqa deganingizda muammoga uchraganingizda mashina o'zidan o'zi o'tib ketgan bo'ladi. Bu narsaga uchragan bo'lishingiz mumkin. Xo'p, bu narsa nimada? Bilasizlar, asosan kalitli, ya'ni mexanika mashinalarda kalit bo'ladi, Cobaltlarda ham. Kalitda buraganda chek chiqadi, bilasizlar. Benzin nasos ishlaydi. Benzin haydaydi motoriga. Buraganda chek chiqqanda ochib qo'ydingizmi shunda. Endi bularda unaqa buradigan joyi yo'q, faqat start stop. Xo'p, endi qachon bularga unda benzin haydaydi? Birdaniga bosib bo'lmasa, qachon benzin haydaydi? Qachonki siz hozir tursin. Ya'ni tashqaridan kelganda eshikni ochasiz, ochdingiz, o'tirdingiz, keyin mana displeyda mana shu Chevrolet yozuvi chiqadi, to'g'rimi? Yonib, o'chib, shu o'tirganingizda yozuv chiqadi. Shunda benzin haydayap turgan bo'ladi mashina. Ya'ni sirazu mashinaga chiqdingiz, mashinaga o'tirib, sirazu tormozni bosib turib, buni bosib yorsangiz, ulgurmay qoladi benzin motoriga borishga. Shuni evaziga muammo bo'lishi mumkin, benzin datchigingiz kuyib qolishi ham mumkin. Shuning uchun o'tirgandan keyin hech yo'q, ozgina 3-4 sekund bo'lsa ham kutib turib, keyin start stopni bossalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi, mashina o'tib ketadi. Agar haligi holatda, misol o'tamay qoldi, nima qilish kerak? Misol uchun datchiklar ko'tarilyapti, shu ham mashina o'tamayapti. Shunda oddiygina eshikni ochasiz, eshikni ochib turib, tushdingiz, mashinani yopdingiz, mashina polniy o'chdi. O'chgandan keyin yana ozgina eshikni shunday ochib turib, salonga o'tirdingiz. Bitta yonadi o'sha Chevrolet. O'tirdingiz, ozgina 5 sekund, 2 sekund. Xullas, benzin haydab olish kerak. Bossangiz o'taydi. Shu xolos. Shuning uchun akalar, ehtiyot bo'lasizlar. Shoshilib juda tezda bosib yuborishni maslahat bermayman hech kimga. Muammoni yo'li shu. Rahmat hammaga.